Leksiyemizi devamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Endi leksiyemizden asli tekstlerge yani sizlerge burun tayyorlagan Turing kodisi bilan to'xtab qolgan leksiyani boshlaymiz vatandaşlar. Sabah Prezident Donald Trump hükümetining sabah Davlat ishlar kotibi Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Uyg'urlar to'g'risida yoki Uyg'urlarga munosabatlik vaziyat to'g'risida axborot e'lon qildi, fikr e'lon qildi, siyosat e'lon qildi deb tushunamiz hurmatli vatandosh. Mavzumunda Prezident Trump hukumati Jungo, Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb e'lon qildi. Mavzuli xabar 1-oyning 20-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Donald Trump hukumati haftaning 2-kuni 1-oyning 19-kuni mundaq e'lon qildi. Jungo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar qarta irq yo'qotish jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Xinjiangda yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'ur musulmonlariga va boshqa diniy asonliq millatlarga millatni yo'qotish jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Bu haddi harakatlar Jungo xalqi va dunyoning har qaysi joylaridagi har qaysi ma'rifatlik davlatlarga qilingan haqoratdir. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Tafsiliy xotirlar isbotladi bu haddi harakatlar 2017-yil 3-oyda boshlandi. Cümleden Jungo hukumati 1 milyondan ortiq Uyg'urni va boshqa osonliq millatlarni nazarband qildi. Tug'ut cheklashga majburladi. Nazarband qilingan ko'plagan kishilarga tan jazosi ishlatdi. Majburiy emgakka majburladi. Diniy e'tiqodni chekladi va so'z ibora erkinligini chekladi. Bayonotda bundaq ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasi xalqaro kuzat kuchlarining to'sqinligiga uchramay, xalqaro kuzat kuchlarining to'sqinligiga uchramay, Xinjiangga kirishiga yo'l qo'ymayla qolmasdan shu yerda yomonlashayotgan vaziyat to'g'risida tayyorlangan ishonchlik dokolatni ham aybladi. Yani texab Uyg'urlarning baxtli yashayotganligini, muharib tarbiyalanishga qatnashayotganligini yasab chiqdi va terrorizmga qarshi turayotganligini, namratlikdan qutulish va ayollarning tabiiy huquqlari to'g'risida fikr bayon qildi. Bu Xitoy qilyapti bu ishni. O'xshashli Jungo fuqarolarga Uyg'ur degan millat bir o'sma bo'lgandimi, yomon sifatlik o'sma, ularning diniy e'tiqodi yuqumliq virusga o'xshaydi deb yomon niyat bilan uchar tarqatdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bayonotida mundaq ko'rsatdi. Pakistonni tafsiliy kuzatgandan keyin men munda qaror qildim. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Jungo Kompartiyasining ko'rsatmasi va tizginlashi ostida Xinjiangda nopos aholi sonida ko'pchilikni egallaydigan Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarga qarata irq yo'qotish jinoyat o'tkazdi. Mike Pompeo yana mundaq ko'rsatdi.
men bu bir meydan. Erek yoktoş, Şinjan'da hazır davamlaşıvatıda. Müstemlik Uyguristan'da hazır bu davamlaşıvatıda. Biz hazır Cumhuriyet Partiyasının Uygurlarını sistemlik yokçı urnuvatqanlığını öz közümüz bilen görüp duruvatımız ve bunun şahit buluvatımız. Devlet Stakatı Mike Pompeo mundaq görsetdi. Devamını anlayış vatandaş.